Hürmetlik vatandaş leksiyemizin devamı. Bugünkü ıslak 2022 yıl 10. ayının 19. günü. Şimdi de Amerika komünizm cüngosunun Yavuz tabiatiga asla ma'qul demaydi deb ko'rsatdi senator Rex Scott. O'xshashlar Kengash palatasi Harbiy ishlar komitetining a'zosi senator Marsha Blackburn bu xonim yaqinda Tayvanni ziyorat qilib keldi-ku. Marsha Blackburn, senator Marsha Blackburn Xi Jinpingning doklatidan keyin bayonot e'lon qilib mundaq ko'rsatdi. Xi Jinping asla ko'rilib boqmagan bir ko'lamda Amerika va Amerikaning dunyoning har qaysi joylaridagi erkinlikni himoya qiladigan, suydigan sheriklari va do'stlariga ig'vogarchilik qilishga tayyorlik qildi. Mayli odamni buruqtum qiladigan qamal qilish siyosati bo'lsin, fan texnika sohasini tizginlash bo'lsin, mayli Uyg'urlarga qaratilgan bostirish siyosati bo'lsin, yoki o'zliksiz Tayvanga tahdid solish bo'lsin, mayli butun yer sharini boshqarishdek diktatorlarcha tizginlash bo'lsin, Xi Jinpingning nishoni butunlay hukmronlik qilishdan iborat, ya'ni dunyoga hukmronlik qilishdan iborat deb ko'rsatdi senator Marsha Blackburn. Senator Marsha Blackburn lükçek mustabidlarga Amerikaning qattiq qo'l pozitsiya bilan muomala qilishini chaqiriq qildi. Bugun pul qaraydigan yillar qayta takrorlanayotgan, hukumlashtirgan lükçek mustabid va mustabidizmchi lükçek degan so'z mana bugun qayerdan chiqdi? Senator Marsha Blackburnning bugun so'zlagan so'zdan chiqdi vatandoshlar. Esinglarda bo'lsin. Harbiy ishlar komitetining raisi senator Jack Reed Amerika diplomatiya munosabatlari komitetida o'tkazilgan bir maydon muhokamada mundaq ko'rsatdi. Amerika Jungo munosabatida bundan keyingi qarshilashish ideologiya sohasidagi raqobatni o'z ichiga oladi deb ko'rsatdi. Biz deb davomlashtirdi so'zini Jack Reed, senator Jack Reed. Tonib yetishimiz kerakki, biz hozir demokratiya bilan mustabidizm o'tirisidagi intayin zo'r kurash ichida turibmiz. Jack Reed mundaq ko'rsatdi. Senator Jack Reed mundaq ko'rsatdi. Men mundaq hisoblayman. Amerika Jungo o'tirisida ideologiyalik raqobat texmo Amerikaning xalqaro ishlar qatlamida halqiliq xirisqa aylanadi. Avam palatasi Harbiy ishlar komitetining raisi Rogres bir parcha bayonotida mundaq ko'rsatdi. Amerika va Amerikaning ittifoqdoshlari Jungo Kompartiyasi dunyoda davomli paydo qilayotgan tahdidga sal qaramasligi lozim. Agar Tayvan Jungoning kontrolligi ostiga tushib qoladigan bo'lsa, natija tarmor bo'lish xarakterlik bo'ladi. Xi Jinping aniq ko'rsatdiki, qisqa muddat ichida Jungo Kompartiyasi erkin Tayvanni bo'ysundirishi kerak. Undaqda bo'ysundirilgan Tayvanning dunyo iqtisodiga ko'rsatadigan ta'siri ajallik bo'ladi. Avam palata a'zosi Rogres oxirida mundaq ko'rsatdi. Xi Jinpingning so'zlagan nutqi dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan erkin xalqlarga ochiq oshkora selingan tahdiddir. Bugungi leksiyalarimiz bu yergacha, hurmatli vatandosh.